Sangiz, bundan avvalgi video darsimizda biz RoboForexdan verifikatsiyadan o'tish qanchalik osonligi, ya'ni verifikatsiyadan to'g'ri o'tish va Centavoy va ProShotlar farqlarini ko'rib chiqqandik. Ya'ni Centavoy shot o'zi nima edi? Uni qanday qilib Centavoy shot ochsa bo'ladi? Ya'ni 1 dollarda qanday qilib 100 sent qilib turib, ya'ni eng kichik lotlarda hattoki 1 dollar bilan ham qanday qilib сделка ochish mumkin? Shular to'g'risida gaplashganmiz va ProShotdan farqi, ProShotda qanday bo'ladi, Centavoyda qanday bo'ladi? Mana shularni birgalikda o'rgangandik. Ya'ni RoboForex brokerdan to'g'ri ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish, Centavoy shot ochish bo'yicha sizlarga video dars o'tib bergandim. Xudo xohlasa bugun endi ana shu ochgan Centavoy shotimizni yoki bo'lmasam Pro shotingizni, ya'ni Centavoy bo'lsa sizda Centavoyni, Pro bo'lsa Pro shotni qanday qilib MetaTrader 5 ilovasiga ulashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz MetaTrader 5 ta shot ochgan bo'lsangiz, ya'ni hisob raqam ochgan bo'lsangiz brokerdan, qanday qilib endi uni biz MetaTrader 5 ilovasiga ulasak bo'ladi. Shularni ko'rib chiqamiz. Agar sizda hali ham RoboForexdan hisob raqam bo'lmasa, ya'ni ochmagan bo'lsangiz, shunchaki bizning Shahar Trading YouTube kanalimizga tashrif buyuring, videolar qatoriga o'ting va ko'rib turibsizlar, ya'ni 12 kun avval chiqarilgan video, ya'ni 1-iyun sanasida chiqarilgan video darsimizni ko'rib chiqinglar. 23 minut ichida sizlar to'liq xalqaro brokerdan, eng ishonchli bo'lgan O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan brokerdan o'zingizning shaxsiy hisob raqamingizga ega bo'lasiz va ana shu hisob raqamni bugun sizlar bilan qanday qilib MetaTrader 5 ilovasiga ulashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Xo'p, dastlab Play Marketga kiramiz va poisk belgisiga mana shunaqa MetaTrader 5 deb yozsang, mana shu ilova chiqadi. Ya'ni MetaTrader 5 ilovasi chiqadi. Bir narsani bilinglar, ya'ni bu 5 to'r emas, to'r bilan adashtirib olmanglar. Ya'ni siz agar MetaTrader to'r uchun hisob raqam ochgan bo'lsangiz, faqat to'rga ula olasiz. 5 uchun ochgan bo'lsangiz, faqatgina 5 ga ula olasiz, xolos. Shunali xuddi siz hech qachon Matiz'ni kaliti bilan Nexia'ni zavod qila olmaysiz-ku, to'g'rimi? Nexia'ni o'zini kaliti bor, Matiz'da o'zini kaliti bor. Siz uyingizda ikkita mashina bo'lsa, bir-birini alishtirib kalitini ishlatmaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday narsa. MetaTrader 5 ilovasini o'rnatganingizdan so'ng ochish degan tugmacha bor, shuni bosamiz. Xo'p, ilovaga tashrif buyurganingizdan so'ng barcha buyruqlar qabul qilasizmi dedi. Accept qilib qabul qilib find broker, ya'ni brokeringizni qidiring deyapti, ya'ni toping demoqchi. Biz RoboForex deb yozamiz bu yerga. Hozir RoboForex mana. RoboForex yozganimizdan keyin bitta chiziqcha mana bu narsani English alfavit turibdi, bitta surib qo'yasiz. Sursangiz mana RoboForex Ltd degani bor. Mana shuni ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni siz open a demo account, ya'ni demo ochasizmi yoki real account connect qilasizmi, ya'ni ulaysizmi deyapti. Biz albatta real accountimizni ulashimiz kerak. Birinchi navbatda nima qilamiz? Biz hisob raqam ochganimizda RoboForexdan ro'yxatdan o'tgan Gmail'imizga xabar yuborilgan. Ya'ni qanday xabar hozir ko'rsataman. Mana xuddi shunaqa xabar borgan. Ya'ni you have successful opened at MT5% account. Ya'ni siz % account ochgan bo'lsangiz, farqi yo'q, hisob raqam ochgan bo'lsangiz, siz Gmail'ingizga shunaqa xabar boradi. Tabriklaymiz, siz muvaffaqiyatli tarzda MetaTrader 5 da % hisob raqamini ochdingiz deyapti. Va pastroqqa tushsalaring, pastroqda sizlarga loginlaringni, parollaringni, server turlaringni jo'natgan bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bizga jo'natgan, ya'ni type MT5% da men sizlarga misol tariqasida ochib ko'rsatib berdim. Bu hisob raqamni number bu hisob raqamlaring, ya'ni loginlaring, password bu sizlar o'rnatgan parollaring, server esa eng asosiysi mana shu server bo'ladi. Ya'ni bizning serverimiz RoboForex Pro degan serverda ekan. Bilib o'yla, % emas. Agar siz MetaTrader 4 da ochgan bo'lganingizda mana shu serveringiz % bo'lib kelardi. Hozir endi MetaTrader 5 bo'lgani uchun MetaTrader 5 da ikkita server bor, SN serveri va Pro serveri bor. Ya'ni bu server nimasi? Sizni bozorga olib chiqib bergan yo'l. Xuddi trassa degandek gap. Siz shahar markaziga bormoqsiz, maqsadingiz shahar markazi, lekin shaharda ikkita yo'l bor-da. Endi SN yo'li bilan borsangiz ham boraverasiz, Pro yo'l bilan borsangiz ham boraverasiz. Xuddi shunday gap. Mana shu joydagi ma'lumotlar, eng asosiy ma'lumotlar, ya'ni loginingiz, parolingiz, server turingiz. Shularni bilib olganingizdan keyin MetaTrader 5 ga qaytamiz. Xo'p, mana qaytdik va nima qilamiz? Loginimizni yozishimiz kerak. Hisob raqamimizni, password bu o'zimiz o'rnatgan parol va mana bu joy server mana. Serverning ustiga bossalaring, mana SN ustiga bossalaring. Mana ikkita server chiqyapti. RoboForex SN yoki RoboForex Pro. Biz Pro da ochganmiz shu, to'g'rimi? Biz Pro ustiga bosib qo'yamiz. Bu joyda adashmanglar, meni hisob raqamim Pro bo'lib qopti, endi Centavoy emas ekan emas. Bu shunchaki server xolos. Siz Pro orqali shahar markaziga olib boradi. Qo'pol qilib aytganda, bozorga siz olib chiqib beradi. Xo'p, loginingizni kiritasiz,
password parolni kirgizasiz, save password qilib qo'ysangiz, ya'ni parolingiz saqlab qolinadi. Hozir ko'ramiz buni ham. Xo'p, mana barcha qatorlar to'ldirib qo'ydim men. Loginimni, parolimni, serverimni tanladim. Save passwordsiz har safar kirganingizda parol so'ravermaydi. Nima qilamiz? Login degan tugmachani bosib qo'yamiz. Agar siz loginingizni yoki parolingizni topolmayotgan bo'lsangiz, ro'yxatda o'tgan sanangiz bo'yicha Gmailingizdan qidiring chiqadi. Xo'p, login tugmachasini bosamiz. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bizni hisob raqamimiz ulandi. Juda ham oson. Xo'p, bizning hisob raqamimiz joyida 00. Mana biz ochgan hisob raqamlarimiz. Xo'p, hammasi mana shu joyga o'rnashdi. Ya'ni hozir 00 sababi nimaga? Biz hali men bunga depozit qilganim yo'q. Sizlarga misol tariqasida keltirib berish uchun men buni ochib ko'rsatib beryapman. Savdo qilish juda ham oson, bilsalaring kerak. Hamma trade bo'limiga o'tasizlar. Trade bo'limiga kirib, o'sha hisoblang haqida ma'lumot olasizlar. Charts bo'limida bu MetaTrader 4 bilan bir xil, ya'ni charts bo'limida boshqa narsalar bor, ya'ni savdoingizni ochib beradi sizga bozorda. Xo'p, mana trade bo'limiga kirgan bo'lsangiz, trade bo'limida siz balansingiz turadi. Chart bo'limiga kirgan bo'lsangiz, bu yerda savdoingizni sizni terminalingiz joylashgan bo'ladi, ya'ni ishlash juda ham oson. Ustiga bir marta bossiz ekranda, mana bu yerda time frame'ni xohlaganingizni o'zgartira olasiz. Aytaylik, M30 ga o'zgartiramiz. Chap tomon yuqorida out katta turibdi. Biz buni agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, pastdagi mana bu question ustiga bir marta bosamiz. Mana bu joydan o'zimiz savdo qiladigan paralar chiqarib olsak bo'laveradi. Agar siz ekraningizga chiqmayotgan bo'lsa, shunchaki o'ng tomon yuqori plus ustiga bir marta bosasiz. Mana bu yerdan simvolni qidirasiz. Qanaqa simvol qo'shmoqchisiz? Hop, mana bu joyda o'zi tayyor metallar bo'limi turibdi. Ko'pchilik bilaman, nima qiladi? Tillada savdo qiladi. Shunchaki plus ustiga bir marta bosib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda savdoingiz qatoridan oxirida mana tilla hosil bo'ldi. Ustiga bir marta bosasiz. New order qilsangiz order kirgizasiz, ya'ni zerk ochasiz. Bog'latgan chart desiz, sizga grafik ko'rsatib beradi. Hop, hozir bizga mana загрузка qilyapti. Progressing chart mana chart ko'rinib turibdi. Mana bu joydan xohlasangiz time frame ustiga bir marta bosib, mashetni o'zidan o'zgartirib qo'ysangiz bo'laveradi. Xohlasangiz ekranga bir marta ustiga bosib, xohlagan time frameingizga qo'yasiz. Ekranni o'ng tomonini bunday o'zingizga bunday tortsangiz, mana bu qisiladi, kattalashadi, shunaqa bo'ladi, mana ko'rib turibsiz. Barmog'ingizni qo'yib turib ham bemalol uzaytirib, kichraytirib, boshqa amallarni bajarsangiz bo'laveradi. Hop, ishlash juda ham oddiy. MetaTrader 5 bilan MetaTrader 4 deyarli bir xil. Faqat ichidagi indikator funksiyalarida biroz farq qilishi mumkin, lekin mana shu ustiga bosganingizda time framelar o'zgarishi, сделка ochishlar, va hokazo boshqa narsalarga qaraydigan bo'lsak, biroz farq qilishi mumkin xolos. Bunaqa katta emas. Aytmoqchi bo'lgan narsam, agar siz MetaTrader 4 ishlatgan bo'lsangiz, 5 ni ishlatish sizga hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Chap tomon yuqorini bosadigan bo'lsangiz, hisobingiz haqida ma'lumot olasiz. Ya'ni xuddi mana shunaqa, bu ham MetaTrader 4 bilan bir xil. Menejer akkauntga kirib, xohlagancha hisob raqam qo'shsangiz bo'ladi, hisob raqamingizni chiqarib tashlasangiz bo'ladi va hokazo amallarni bemalol bajaraverasiz. Xo'p, ochgan сделкalaringiz mana bu yerda history bo'limida turadi, ya'ni tarix degan bo'limga kirasiz. Hozir bizda 00, nimaga? Sababi bizning yangi akkauntimiz. Sizlarga misol tariqasida keltirish uchun ochib berganman bu akkauntni. Hech qanaqa bizda hozir pozitsiyalar yo'q, orderlar yo'q, ya'ni kechiktirilgan orderlarimiz ham yo'q, deal kelishuvlarimiz ham hech qanaqasiga yo'q hozircha, chunki biz hali savdo qilganimiz yo'q. Trade bo'limi ham 00 turibdi, hali depozit qilganim yo'q. Xo'p, MetaTrader 5 ga ulash xuddi shunaqa, ya'ni juda ham oson, bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Agar kimda tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsalaring izoh, hammalarning savollariga javob berib o'taman. Va bir narsani bilinglar, siz MetaTrader 5 uchun hisob raqam ochgan bo'lsangiz, RoboForexdan 5 ga ula olasiz. Agar 5 uchun ochmagan bo'lsangiz, ula olmaysiz. Shunday bo'lsa, MetaTrader 4 qilib ochib qo'ygan bo'lsangiz hisob raqamni 4 uchun ulalasiz xolos. Buni bilish uchun qayerdan bilsam bo'ladi? 5 qilib ochdimmi, 4 qilib ochdimmi? Siz Gmailga kiring. Xabar kelgan, men sizga ko'rsatdim-ku, loginingiz, parolingiz olayotgan joyingizda. O'shan tevasida turadi. Sizning hisob raqamingiz MetaTrader 5% yoki MetaTrader 4% turadi. Agar MetaTrader 5% bo'lsa, men aytganimda qilib ulaysiz. Agar yo'q, MetaTrader 4% qilib ochgan bo'lsangiz, MetaTrader 4 ilovasiga ulaysiz. Unga ham xuddi shu tartibda ulanadi. Faqat ilovalarni adashtirib yubormang va serverda adashtirib yubormang. Ya'ni server eng muhimi. MetaTrader 4 da prosent uchun alohida server, SN uchun alohida server va prosentni ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gacha bor-da. Pro'ni ham 1, 2, 3, 4 bor. 5i ham bor Pro'ni. SN ham bor. MetaTrader 5 da ikkita server bor xolos. SN serveri, Pro serveri bor xolos.
kelishiga, ya'ni meniki prosent deydi, nimaga prosent serverdan topolmayapman deb diqqat bo'lib boshlayingiz devorga urib yurmang. Mantiqan o'ylab hisobingizni bemalol men o'rgatganimda ulab olsangiz bo'laveradi. Agar mobil ulanmasa o'zi aytadi no connect deydi, ya'ni ulanmadi deydi. Siz shotingizni ko'rsatmaydi, balansingizni ko'rsatmaydi. Men sizga ko'rsatdimki 00 bo'lib chiqib ismim, familiyam chiqdi. Shot kimi nomida bo'lsa. Sizda ham xuddi o'sha ism, familiyangiz to'liq chiqsa, uje biling ulandi, ishlavering qo'rqmasdan degani. 4 ham 5 ham deyarli bir xil. Uni farqi yo'q. Agar to'g'ri qilib shot ochib qo'ygan bo'lsangiz, diqqat bo'lib, voydot men 5 ta ishlagim kelib ketyapti o'zi demang. 5 ta ham bozor xuddi o'sha yuradi, o'sha narx tillar narxi, MetaTrader 4 da ham xuddi o'sha tillar narxi o'sha vaqtda. Xavotir olmang. Ya'ni bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Bir gap bilan aytganda ustasiga farqi yo'q. Tajribali odam, ya'ni biroz o'sha tajribasi bor odam 4 dami, 5 dami soqqani bosaveradi. Tajribasi yo'q odam qo'pol qilayotganda unga alohida MetaTrader 6 degan ilova ishlab chiqib berganingiz bilan savdo qilishni bilmasa, o'sha slivchi bola o'sha slivchi bo'lib turaveradi. Shuning uchun bor diqqat e'tiborlaringni instrumentga qaratavermasdan, ya'ni instrument degani bu MetaTrader 4 da ishlasam yaxshimi, 5 da ishlasam yaxshimi? Falon trader 5 da ishlar ekan 1 million topar ekan, falon trader 4 da ishlar ekan 10 million topar ekan demasdan, avval o'zingiz strategiyangiz ustida ishlang. Bu shunchaki instrument sizni bozorga olib chiqib beradi. Xolos savdo qilishingizga yordam beradi. Biroq boshqa narsada farqi yo'q. Endi bo'lishi mumkin biroz qulayliklari bir-biridan farqli bo'lishi mumkin, lekin muhimi sizni qay darajada savdo qila olish ko'nikmangiz. Ya'ni sizni strategiyalaringizga bu ilovalar ta'sir qilmaydi. Xavotir olmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda ko'rish Alloh nasib etsin. Rozi bo'lasizlar vaqtlaringizga.